Assalomu alaykum mening kuzatuvchilarim. Faza Logo Maker sizlar bilan. Bugungi videomizda biz HT Online kanali uchun, YouTube kanali uchun logotip tayyorlaymiz. Ular bizga HT Online deb yozib berishimizni so'radilar. Mana biz yozib berdik. Ustiga esa mana bunday chiroyli aniq tanladim. Sizga kelgunlicha. Uni endi сохранить qilamiz. Готовим дизайну. Пусть произойдет волшебство. Bu dasturning nomini aytishimdan oldin bizning kanalimizga obuna bo'ling. Bu bizning yangi videoyim. HT Online kanaliga tashlab beramiz bu videoni. Galereyaga сохранить bo'ldi deyapti. Endi biza chiqib ketishimiz ham mumkin. Galereyaga сохранить bo'ldi deyapti. Mana do'stlar, biz o'sha HT Online kanalining odamiga yozdik. Ular bizga assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Menga logo kerak edi. Men o'zi youtuberman. Menga HT qilib bera olasizmi? Nima haqida kontent qilasiz? O'yinlar haqida. Kanalning ismi nima? YouTube. Mashinga HT qilaman. Logoni pastiga HT Online deb yozib beraman. Ok. Hozir yarim soatda tayyor bo'ladi. Biz qolganlarga o'xshagan sekin yoki ishlamaymiz. Yarim soat 10 minutlarda qilib beramiz. Xo'p dedilar va biz 3 ta rasmni tayyorlab berdik. 3 ta rasm. Skromniy bo'lsin deganlar uchun orqa fonga qora rangni va korичневый rangni ishlatdik. Mana sizga aytgan logo. Rahmat aka. Mashina olaman. Rahmat. Mana shu logotip ularga yoqibdi. Okay. Do'stlar, sizlarga ham logotip kerak bo'lsa, bizning nomerlarimizga murojaat qilishingiz mumkin. Lekin hozircha pulli logotiplarni qilib bera olmaymiz. Lekin vaqt o'tgan sari biz qilib bera olamiz. Xudo xolasa biz bitta konkurs o'tkazamiz. Bizga obuna bo'lasiz. Konkurs shartlari: bizga obuna bo'lasiz. Bizga like bosasiz. Hamda buni bitta do'stingizga etib jo'natib yuborasiz. Va kommentariyaga obuna bo'ldim deb yozib qoldirasiz. Hammasini tekshirganimizdan so'ng random orqali biz bitta odamni tanlab olamiz va unga tekin logo qilib beramiz. Mana bu akam aytgancha, mana bu akamizning HT Online kanallari kepkada va futbolkada ko'rinishi. Распечатать qilishga bizda hali xudo xolasa bitta servis ham ochamiz O'zbekistonda, xudo xolasa. Mana shu ikkita anaqa. Sizlarga yoqdimi? Kommentariyada yozib qoldiring. Sizlarga yoqqan bo'lsa, men xursandman. Obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha.